Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ham Xudo xolasa Urganch City'damiz. 5 qavatli binoni 2-etajida 3 xonali xonadan sotuvga chiqdi. Bircha ko'rib chiqamiz. Mana uyimizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu uyimiz 5 qavatli binoni 2-qavatida joylashgan 3 xonali. Girganning o'ng qo'limizda yana kuxni kattagina balkonlari bor. Bu yerda spalnya joylashgan. Sanuzellari отдельный. Bu yerda banisina. Bu yer ham kichkina emas, katta. Kvadrati 76 kvadrat metr. Bu yerda o'ng qo'lda yana katta qilib mehmonxona zali joylashgan. Uyimizning orqa tarafida maktab, bog'cha bir adım. Bu yerda yana детский spalnyasi bir ko'rsangizlar bo'ladi. Do'stlar, uyni ko'rdingizlar, xudo xolasa, dokumentidan muammo yo'q, gaz suv svetdan umuman muammo yo'q, maktab, bog'chalar bir adım. Nomerlarni qoldiraman, uyni ko'raman desangizlar, xudo xolasa narxini ham aytib o'taman, kvadrat metri 6 million so'mdan. Bizalik xizmatimizni aytaverasizlar, olgan odam nasib etsin, yaxshi kun to'ylab olsin. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ham xudo xolasa Urganch City'damiz. 5 qavatli binoni 2-etajida 3 xonali xonadan sotuvga chiqdi. Bircha ko'rib chiqamiz. Mana uyimizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu uyimiz 5 qavatli binoni 2-qavatida joylashgan 3 xonali. Girganning o'ng qo'limizda yana kuxni kattagina balkonlari bor. Bu yerda spalnya joylashgan. Sanuzellari отдельный. Bu yerda banisina. Bu yer ham kichkina emas, katta. Kvadrati 76 kvadrat metr. Bu yerda o'ng qo'lda yana katta qilib mehmonxona zali joylashgan. Uyimizning orqa tarafida maktab, bog'cha bir adım. Bu yerda yana детский spalnyasi bir ko'rsangizlar bo'ladi. Do'stlar, uyni ko'rdingizlar, xudo xolasa, dokumentidan muammo yo'q, gaz suv svetdan umuman muammo yo'q, maktab, bog'chalar bir adım. Nomerlarni qoldiraman, uyni ko'raman desangizlar, xudo xolasa narxini ham aytib o'taman, kvadrat metri 6 million so'mdan. Bizalik xizmatimizni aytaverasizlar, olgan odam nasib etsin, yaxshi kun to'ylab olsin. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ham xudo xolasa Urganch City'damiz. 5 qavatli binoni 2-etajida 3 xonali xonadan sotuvga chiqdi. Bircha ko'rib chiqamiz. Mana uyimizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu uyimiz 5 qavatli binoni 2-qavatida joylashgan 3 xonali. Girganning o'ng qo'limizda yana kuxni kattagina balkonlari bor. Bu yerda spalnya joylashgan. Sanuzellari отдельный. Bu yerda banisina. Bu yer ham kichkina emas, katta. Kvadrati 76 kvadrat metr. Bu yerda o'ng qo'lda yana katta qilib mehmonxona zali joylashgan. Uyimizning orqa tarafida maktab, bog'cha bir adım. Bu yerda yana детский spalnyasi bir ko'rsangizlar bo'ladi. Do'stlar, uyni ko'rdingizlar, xudo xolasa, dokumentidan muammo yo'q, gaz suv svetdan umuman muammo yo'q, maktab, bog'chalar bir adım. Nomerlarni qoldiraman, uyni ko'raman desangizlar, xudo xolasa narxini ham aytib o'taman, kvadrat metri 6 million so'mdan. Bizalik xizmatimizni aytaverasizlar, olgan odam nasib etsin, yaxshi kun to'ylab olsin.